Script. Hoş. Hoş. Ben assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi aziz qarindoshlar, Sharq Turkistonlik muajiratdagi qarindoshlar hammanglarning shu joy vaqti xayrli bo'lsin. Bugun 2023 yili 4 ayning 29 kuni shanba. Oldingi haftaning 24 isla Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Dolqin Isa apandim Shvetsiyaga yetib kelgan. 25-isla men chiqib naq maydon qilib kelman. Mana hozir o'ttirliqda bir kuni cho'nglarniki mamamni tugab ketish bilan chiqmadim. Undan keyin chiqdim. Tunugun bir kun yana qo'yib berdim, qanday qildi ekan deb. Qarasam bugun chiqmabdi. Endi bugun kunga shanbada endi hukumat organlari ishlaydi. Bular endi qaysi sotqa beradi, qaysi soqchixonaga olib boradi. Men uqib olamadim. O'zinglar muajiratga xalqlar ko'rdinglar. Xuddi Dilyar Musadbay efendim degandek. Taş bakı gompusunu çıkarıpla başını içine tıkıp turup aladı. Başka şey yok. Şununla Dolqin Aysa efendim özünüzdeki qurultayning içindeki çereklikni özünüz bilesiz. Bilgenden keyin bilmegen temaga aldırıp kirmeysiz. Siz bir xalqaralıq endi qandaq bo'lmasin 10 ming Uyg'ur e'tirof qilmagan bilan indijeniz qilgan ba'zi narsalarni bilan e'tirof qilmagan bilan xalqaroniki teshiklarga kiradigan tashkilot bo'lish shuning rais bo'lish sifatingiz bilan qalaymagan fuqarolarning temasiga kirmaysiz. Xalqniki dadi bo'lsa anglaysiz. Unda bir qo'lingizda tasvir, bir qo'lingizda jaynamaz Amerika va qanchanda xotinlarni uyini olib kelib tushamsiz deb telefonda xat yozmaysiz. Undaq bir odamlarga to'kma chaplamaysiz. Ondan keyin unda qonunda o'qigan kichik bolalarning oldida bizlar diplomat uyitimiz degan gaplarni qilmaysiz. Sen o'zingizning o'rnini siz qo'yishni biling. Shaxsan men desam, mushu 2021 yilda Amerikada bo'lgan chaqda siz men fizikchi, shunday shunda fizik o'qigan degan bo'lgandan keyin shunchaliklar. Unda bo'lgandan keyin o doirdan boshqa chiqolmaysizlar. Fizikada o'qiganingiz bilanmi, fizikaning qonuniyatlarini tushunmaydigan o'xshaysiz. Fizikada Nyutonning birinchi qonunida jismga nisbatan harakat qilmasa kuch hosil bo'lmaydi deydi-ku. Sizlarni bir ish qildirish uchun bizga o'xshash o'qituvchilar bo'lmasa bo'lmaydi-ku. Hali haddinglarni bilib qoldinglar. Indijeniz chiqqandan keyin 3-4 qatam yig'ini ichilmoqchi bo'ldi, 2 qatam kirmadinglar, ham kirolmadinglar. Undan keyin ba'zi bir yerlarda diqqat qiladigan bo'libsizlar. Undan keyin yana bir qonunlarni chiqarib ijroiyaniki ichinglar tozalashib yapmoqchi bo'libsizlar. Meningcha bo'lsa birinchi yo'sinda tozalaydigan odamlaringlar meningki nazarimda şu Roshan Abbas'niki yani jalaplık işler şikayette, meylet işleri, onu iptaşlaşınlar gerek. Ondan keyin köydüңüz özüңlarningki qurultayning ichidagi sesiqchiliklarni hamda sizmi shu sesiqchilikning ichida sizni texnik lider deb nim qiyat qayrimi sizmi xoin sizmi Xitoyning nima so'ch qilasiz ayolingiz Mayra Isaning kelib chiqishini bilamiz. Sen Aqso'liq tavo bilan o'g'ilchilik qozoq Minkoxan nerede uçurşattan hemen bir yer okup bir töşk siyip kelişken nimeler ayarlanma Dubay'da nime işlerini kığaldığını bilirsen ko konsulat işlerini. Özanglar bilisizler özanglarınkini. Qayaga tutishdiğinlarni. Şununla men nima uchun sizni shu sotqa chiqayli va yoki qurultayni chiqayli dedi. Siz shatrashdan o saranglik kelishkisa uni qada sotqa chiqqin bo'ldi uni. Sizlar o sarangni Sizler sarangni so'rab shurib nomus qilmaganinglar bilan men o sarangni so'rab sotqa qilmay desam, bu bo'lmaydi. Uning boshqacha uradigan usuli bor. Uni
yo'qotib etishni Erkin Sidiqlar Ravshan Abbos allaqachon planlab qo'ygan. Lekin mening qo'lim orqali qilish uchun nurg'un yerlardan menga kelgan, lekin men unda qilmadim. Chunki men unda qilmayman. Men birovninki meni kuch ko'rsatish bilan yoki birovninki nima bilan bo'lmayman. Men faqat chiqib dardimni anglatdim, uni buni qildim. Uningmi vaqt soat kelsa, xotin bolalarniki qaysi qonuniy yo'llar orqali qanday bo'ladiganini o'zi biladi. Boshqa Shvetsiyadagi shu men degan 8 munofiqning kuchiki o'kini qarsam bir yerda Yangi 8 munofiqning kuchiki cho'shqamgan apsal sesiq mantisdan tushgan haromliq chiqimchi o'ljiga berib chiqib musharkin necha odamga ziyonkashlik qilgan ezib ketdi texi biz parlamentning ichida qonun chiqarsak chiqas nima qiladi tenistaq kelib voy polis deb o'zing dantga o'tishma deb kelding keyningdan berib birni ishtiribsam keyning o'ngdanga tushib polis deb texi vaqtga telefonni tutqizib anga telefon tutqizib man telefon qiladi ishingni qiladi deb bir saklashding men sana deb berasan saklashganingni undan keyin dantga o'tishma deb kelding Baxtiyor akam bilan Nijat Turg'unba operatsiya o'rimchilik Baxtiyor akam bilan deb qanday qilsizlar dedi tushmas men buni tonimayman deb turib olding ketding undan keyin yana bir qaytib kelding Dilnorni Fransiyaga seniki tatiyingni uni men tatay desam o tatay debsa deb oy sen meni Facebookga qarg'atib qo'yibsan nadan ko'rding sen balla tatib aytibdi deb dedim bir yarim og'rimasa men xiyolimga kirib chiqmaydi tushundingmi men xiyolim kirib chiqmaydi men seni qanday qonunning organiga akilganimni sen bilasan sen akilanmagachga Madina Bog'dollar kelgan chog'da shu banada tumbasaq deb siqib oldim shundami undan keyin chaqirib boqmamsan soqchiga qani xotining mas'uliyat sotqa berilmas voy unda qilamiz deb Nijat Turg'un bir mo'sh xatlarni yozgan sotning qog'ozini ko'rib boqmadim o'zimniki dalillarim to'g'risida sud mahkamasiga yozayotgan advokatlarimga yozayotgan xatlarim to'g'risida soqchining xatlari to'g'risida mening qo'limda hujjatlar bor lekin seningki farmondan menga bir narsa kelgan yo'q shuninga men sana deb qo'yay men sen bilan dedim bu hayotda tutishgan men seni unda bo'sh qo'yib o'tmayman yana bir gap shuninga Ravshan Abbos Erkin Sidiq va akaza mashalchilar sizlar mening qo'lim orqali boshqa birlar o'zinglarniki imperatorlikni kuchaytirish uchun Dilshod Raishni yoki boshqalarni yig'ishtirmoqchi bo'lgansan uxlab tushinglar men hargiz uni o'zimning qo'li bilan yig'ishtirib uni o'zimga baloyopatga keladigan men undan qo'rqmayman xotinning nerda yashaydiganini qizining nerda Dilyorning nerda o'g'ilniki Doniyorniki nerda Mehribonning nerda hamma bilaman men o'zi biladi mening xarakterimni 24 soatdan ichida hammasini oldimga harbiy holatda tizildirib yetadigan kuchim bor yassammi kirib turmada yassammi qila olmayman unimi yotqizma turmada xotin bolalar bilan o'zimni yassammi yo qora yo'lni tutamdim yo oq yo'lni tutamdim o'zi obdan biladi vaqt soat kelguncha lekin Ravshan Abbos Erkin Sidiq sizlar o'ylamang Ravshan Abbos Erkin Sidiq sizlar o'ylamanglar meni hargiz sizlar jimida turib unda qilamikin bunda qilamikin deb men uning bilan qanday gaplashishimni boshqalar bilan qanday gaplashishimni Abdushukur Farhod Tursunovaga 300 ming kronni ishlatdi qanday qilmoqchi uni qanday gaplashishimni Minavar Sultonni qanday gaplashishimni Nabijalarni qanday gaplashishimni Bakram Tursunni qanday gaplashishimni zaten men ilib qolgan odamni qanday gaplashishimni men o'zim obdan bilaman zaten jidal chiqsa ya birisining burni qanaydi ya birisininki bir yer birdan bo'ladi birisi hayajonda bir mushti atadi yoki bir ish bo'ladi saqchi keladi saqchi kelgan keyin bu go vidar edadi shvitcha oldiga qarab mangadi bu tema echiladi unda bo'lgandan keyin Bakram Tursun o'zingning qo'ngida liqpoqva sarpsporidagi hadangning qo'ngida liqpoqva butun Amerikadagi Vahab Drab Minavar Kanadadagi butun Avstriya Turkiya hamma chechilib ketgan-ku sizlar hammanglarningki o'zinglar uchun vazifanglar bor cho'ng to'kilgan muajarat to'kilgan cho'ng bir oila bo'lib chiqdinglar sen hammang jim o'tirishdan seni bir nima deysan hatto sening akangimi ashta dedi Amerikada natisi sizlarni da'vat etuvchimi deb unda bo'lgandan keyin sen sizlar chiqib guldirg'aras kelib bir ish qilolmagandan keyin yana bir so'tkasimi elogo Akram akang aka Germaniyada yana bir yerda akang dadang Tayson bilan tuqqan chiqqan o'smi o'ng payqadayman sendagi indiychi qizniki sesiq mantadan tushgan
Bütün yeni hayatını sesli etken milli münafıklar. Çakmağa adamın kalmadı. Pasportçılık kılıp hakını koymağa akamın adamı kalmadı. 20 yıl ciğerim akam kesildi dep oynap yürüştüm. Toqqımılınım. Sende şüphelendiğini koykamdım ey. 4 qitim meydan, 3 qitim meydan hazırladım. Kelenmeden boldu. Bu da. Banda bir toxtamdan birini yezip, agar rast ikki qizingni, 2 balangni, 3 balangni, 2 putingning tizig'i tayinib topgan bo'lsang, erkak bo'lsang, toxtamdan birini yezib, meni agar sot bilan saqchi bilan birnim qilolmasang, kichingga bak o'tib ketgan bo'lsa, toxtamdan birini yezib, qo'lingni qo'yib, sen bilan danta o'tishma deb men bir yan hozirla, saqchilar bilan kelish advokating bilan qo'l qo'yib, men mushundaq naq maydonni ichib qo'yamiz, ikkimiz kelimiz. Birga birchi. Chiliqqida voy dod bo'ldi men degicha kelimiz. Ma'qulmi? Bo'lmasa, anda to'rda voy Xitoyninki chiqarib qo'ydi-ey, u bu. Shu Xitoyning chiqarib qo'ygan bo'lsa, tamamsa saqchiga. Qani dunyo Uyg'ur quroltding sen qo'llayotgan. Qani Dilshod Raishding. Qani Zumurtaylaring. Qani u musharika tashkilotlaring. Nima uchun Shvetsiya Uyg'ur komiteti 20 yil bo'ldi? Shvetsiya Uyg'ur komitetiga 2003-yil qurilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyidan kuchli tarixi uzun tashkilot. Nima uchun tunugun kunlikda Uyg'ur birligi deb ichib, u sening podaqchilaring bu yerga sen ko'targan Shvetsiya hukumati hammani biladi. Nimaning nadin ketayotgan? Chunki burun bilmabdika, bildirdigan odam yo'qdika, dematdika, sammarbita qimmatdika. Dilshod Raishding mehribon degan xotini chamadan chiqibdi, ushab yo'qab ketib, to'tig'in setib kelamdi, yana nima ish qilib qo'ymayman. Chamadanlarni so'rab, lix markalar kiyim, pul pichaklar kelsa, voy siz menda qilibsiz-ku desa, siz berib yiliqi bir nechisi, voy unda demang, jamoatning aralashmaydi bu ishga deb deyishmagan, bilmagan, hukumat bilan aloqaga chiqmagan, sesiqchilikni yo'shirib kelgan butun jamoat ichi sesib chirib ketgan. Shuning uchun bu mushundaq jamiyat, Uyg'ur jamiyati, mushundaq chirindi jamiyat, mushundaq sesib ketgan. Shu dalanmaysa, hammangning bir-birisiga mushundaq ulinib ketgan, chiqolmaysa. Shuningga bu narsa bu bir. O'kini Qalbinur Sidiqxonim men sizga deb qo'yay. Men yaqinda yana Gollandiya bo'laman. Xohlasangiz, ikkimiz dam maydonni peqraylik, naq maydon qilaylik, naq maydon qilib siz atrofingizga ayollar deydigansiz-ku, u toz nim biladi, nima ish qila olabdi bu, nima ish qila olabdi emas. Tarixda, Uyg'urning tarixida Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi Volkswagen'da Kunyas mashinasozlik magnatini tizib bitiribdi. Ma'vo tarixning betiga yozildi. Haqiqiy ishni qildi mana. Mana nima qiladi sizning qurultaydiki, ro'shan javoblaringiz bu ishni buzdi. Uyg'ur qonunini Mark Rubio sundi Amerika hukumati. Amerikaning manfaati to'g'ri kelganligi uchun sunildi. Besilib qolgan shu qonunni Uyg'ur qurultiyi chiqardi deb Uyg'ur qurultiyi chiqarmadi. Roshan Abbas bosirib o'tgan Saliq Xudoyer qo'lapach qildi. Bu bir. Siz qalaymiqan o chayda to'y to'kunda u yerda valax chukurqini sachiratmay bir yil qisib o'tagan odam. Keyin nima sababdan oldiga chiqib qoldingiz? Nima qildingiz? Siz agar shahidi bo'lamsiz, yana bir nima Vayti bo'lamsiz, Marvayti bo'lamsiz, Dongfang Minjo bo'lamsiz, mening uning bilan ishim yo'q. Meningki qilayotgan haq yo'ldagi odamlarga to'la ming'ishib, bu yerda nima qilmang. Agar kimdir siz degan kerak, voy indigenous yerli xalq desa, voy ustibeshoniga kiyimingni yechib yetib, ko'sar liptik taqmay, shop yo'pirmoqlarni eshitju. Kiyim desa to'g'ri qattirib kiyib, parlamentga kirib, maqoni qilishni bilar ekansa, yo'pirmoqlarni eshitib kirmamsa, kanaylarni eshib, indigenous Uyg'urlar yerli xalq bo'lsa, o'zingninki shu lager shahidligingni qil, boshqa temaga kirma, tushundingmi? Men senga haqiqatan yana bir deb qo'yay. Agar yana buda boshqa yerda to'y to'kunda, o'dibotdan buda ovozing bilan to'rga tashlab turib, ajoyib sattillaymanki, saqchi odamsa yoki men Xitoyning odami desang, o'chaqda sizlar bir boshlab kirsanglar bo'ladi, sotning inaga yoki qonunning o'chaqda ajoyib bir ko'rishyapti. Men shuni buda bir nim qilib qo'ydim. Men qilganim endi bir praktik yuzsida 2025-2026 kelib uluschilar chiqqan chaqda, o'ng qanotlar kuchaygan chaqda, Amerikaning jumhuriyati chiqib tutib bo'lgan chaqda, meniki kitob yozilyotdi-ku. Ro'shan Abbosdan manda kelib men qo'l bilan menda
Aş kitaplar bilen parlament, senator. Anan bilen dadаңныңki көзüngge Xitayınki köstüytme. Men sen haqla aytishmayapman, Xitay hökumeti sen haqning keyinde. Şunun üçün özünüzninki siz aşı nimangizni qiling. Men bu ishning ichini, buning tegitakini hammani bilaman. Gap tugidi, o ishni gap qilishning hojati yo'q buningga. Agar siz qoyil bo'lmasangiz, men yaqinda Gollandiyada bo'laman. Tushib, alo deyman, kelasiz. Amsterdam maydonini 15 minut cho'gilaymiz. Любой, har qanday chet ellikni Amsterdam yerli xalqini tutilib intervyu qilamiz inglizcha. Sen indigenous people mo deb. Nima deydi ekan ashlardan bir so'rab beqing. Nima deydi ekan ko'zingizga qo'lini tiqib etmasa bir nima qilib etadi. Tushundingizmi? Shuning uchun xalqaro qonun, xalqaroliq narsani o'qimagan bo'lgandan keyin siz o temaga kirmang. Undan keyin men yana yana bir shunda debdi. To'g'loq sen shu Nejat Turg'un bilan yaqin bo'lganliging uchun Erkin Akramni tildimatamsa Erkin Akramdan boshqa hamma odamni sen qurultayda deb bo'ldi. Erkin Akramning qandaq bir ishi yo'qmi dedi. Erkin Akramninki opsi Risolat xonim o'ziniki G'o'ldishalik 5-o'rturniki o'qituvchisi. Erkin Akram 7 yosh yo'lida ata dadasi bilan ajrashib ketgandan keyin Lanjodan bir şey G'o'lja kelgan ekan. Ondan keyin Mao Urumchi Yishanda So'ngak bölümler doktorxonasida doktor bo'lgan-ki, men Erkin Akramniki hozirgacha axloqsiz bir qilmishi yoki pulga setilgan yoki bir chirik kishini bilmayman. Ikkinchidan bu odam mening temamga kirmadi. To'lqin Aysam o'sha chukurkan chachirtib qilmadi. Endi Dilyar degannikidek, Uyg'urlarningki indigenous deb kibrlik qilgan yeri, uningdiki Uyg'urning da'vosiningki mangdigan strategiyasi bir millimetr yeri bor. Endi bu xoinlikmi yoki dötlikmi buni xalq o'ziga qo'yib qo'ydim. Chunki men u odamga menni butun qurultaydagi hamma odamga menni baho berishim kerak emas. Butun xalq berdim. Menni deyishim shart emas. Men qilolmagan narsani boshqalar qilish kerak. Deganlikdek bu bir. Undan keyin boshqa masalalar bo'yicha Dolqin Aysa apandim bir qitim ulgiran bo'lgan bo'lsangiz, arz berib qo'yib ketsangiz bo'ladi. Dilshod Rashidning xotini saqchilar bo'ladi. Shundan bilan shu she'rlarga bosib bo'ladi. Unda bo'lsa, men bu hech qanday javobga erishamadim. Bundan keyin bundaq bo'lavergandan men bu endi asto o'zimdan ishni qilay, xalqma yetarli javobga erishdi, men yetarli javobga erishdim deb o'ylayman. Unda bo'lsa qarindoshlar Xudoyimga amanat, men o'zimdan ishni qilay, amsa bo'pti, unda ko'rishimiz.